Bilasizki, cho'chqa go'shti islom hamda xristian dinlarida taqiqlangan. Va men Faktboy bugungi videomizda cho'chqa go'shtini yemaslikning 5 ta ilmiy sababini keltirib o'taman. Birinchidan, cho'chqalar har doim parazit tashuvchi hisoblangan. Hayvonlar orasida faqatgina cho'chqalarda bir nechta parazitlarni topish mumkin va olimlarning taxminlariga ko'ra, hali aniqlanmagan parazit turlari ham cho'chqalarda bo'lishi mumkin. Cho'chqalar yana terlashmaydi, bu esa tanadagi bakteriya hamda infeksiyalarning tana ichida qolib ketishini anglatadi. Va yana terlamaslik cho'chqa go'shtining boshqa hayvon go'shtlaridan tezroq aynishiga olib keladi. Va shuni aytish lozimki, cho'chqalarning biologiyasi, psixologiyasi va eng muhimi immun sistemasi insonlarnikiga juda ham yaqin. Cho'chqa go'shtini iste'mol qilgan inson go'sht hujayrasi tarkibidagi keraksiz hamda xavfli patogenlarni o'ziga ko'chirib olishi mumkin. Bundan tashqari, cho'chqa go'shti boshqa go'sht turlariga qaraganda bir muncha yog'ga boyroq bo'ladi. Cho'chqa go'shtini iste'mol qilish esa yurak kasalliklari kelib chiqishiga sabab bo'ladi. Sabablardan yana bittasi va eng muhimi shuki, cho'chqalar umuman gigiyenaga rioya qilishmaydi. Ular o'z axlati hamda siydiklarini ham iste'mol qilishadi va kezi kelganda yosh kichik avlod, ya'ni cho'chqachalarni ham yeb qo'yishlari mumkin. Agar sizga bugungi faktlarimiz yoqqan bo'lsa, hoziroq like bosing hamda do'stlar bilan ulashing. Keyingi faktlarda ko'rishguncha, xayr.